Qiz farzandimni o'qitmoqchi edim. Bir tanishim qiz bola o'qim nima qiladi? Ayol kishining vazifasi uy ishlari va farzand tarbiyasi bilan band bo'lishi kerak dedi. Shu to'g'rimi? Farzand o'g'ilmi, qizmi, albatta uni o'qitish, ta'lim berish ota-onani burchi, vazifasi hisoblanadi. Islom dinida ilm olishlikda qiz bolani, o'g'il bolani ajratmagan. Balki biz bilamizki, ilm talab qilishlik har bir erkak va ayolga barobar farz qilingan. Shuning uchun albatta qizlarni ham, o'g'il bolalarni ham o'qitishlik lozim bo'ladi. Ayniqsa bugungi jamiyatda mana shunday savollar juda ham ko'p berilyapti. Go'yoki qiz bola o'qish kerak emas, qiz bolaga ta'lim nima hojat degan gaplarni gapirishlik bu o'ta johil gaplar. Aslida ulamolar aytadilarki, aytaylik bir insonda ikkita farzandi bor. Bir o'g'li, bir qizi bor-u, faqat bitta farzandini o'qitishga yetadigan mablag'i bo'lsa, qaysinisini o'qitsin desa qizini deydi. Nima uchun desa, chunki agar qiz o'qisa, u ona bo'ladi. Ona ilmli bo'lsa, ona salohiyatli bo'lsa, undan mana shunaqa ilmli, salohiyatli farzandlar ko'payadi. Jamiyatda ayollarni ham o'zini o'rni bor. Buni to'g'ri tushunish kerak. Hozir qaysi sohani qarasak, o'sha sohada ayollarga ehtiyojimiz bor. Aytaylik tibbiyot bo'lsin, yoki ta'lim bo'lsin, yoki boshqa sohalar bo'lsin, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar ayollarda yordamiga ehtiyojimiz bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari mana shunga ruxsat berganlar. Oysha onamiz mana bilasizlarki, hadis rivoyat qilish bo'yicha eng ko'p rivoyat qilgan sahobalar qatorida turadilar. Yana boshqa onalarimiz bor, mana shunaqa ilmu ma'rifatlik. Shuning uchun ham dinimizda albatta qizlarni ta'limiga e'tibor berish kerak. Savol bergan birodarimizdan Alloh rozi bo'lsin va albatta qizini ilmli, ma'rifatli qilib yurtga, xalqqa foyda yetkazadigan qilishligingiz siz uchun juda katta savoblar bo'ladi inshaalloh.